Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Men Norvegiyadagi so'z chiqaribdi taklifnoma deb. Ya'ni islomdagi mo'jizalar to'g'riliq, ilm to'g'riliq va yoki boshqa ish to'g'riliq fikrlashni xohlaydiganlar bo'lsa, men adresimni yo'llayman debsa. Tamam. Sening taklifingga biz boshaq bo'ladi. Biz berib sen bilan paranglashsak bo'ladi. Bizning oramizda dinda, panda yetishgan ravurs insonlar bor. Shular bilan birga berib sen bilan paranglashsak bo'ladi. Ben bu işi cemaatin içinde sana söz verme. Bağandan keyin seni uruş, tillash, haqoratlash, tahdid qilish bo'lmaydi shu sorunda. Paranglashib, sening deganing bo'yicha kelsak bo'ladi. Bizning bu islom dinimiz qandaqdir? Sening o'ylig'ingda kichik tar doirada emas. Bu islom dinimiz toki bizning tirnog'imizdan tortib, putimizgacha, badanimizgacha hamma narsamiz bizningki islom. Hayotimiz islom bizningki. Bizning tug'ilishimizdan tortib, cho'ng bo'lishimizdan tortib, o'qishimizdan tortib, to'y qilishimiz, ota-onamizga qanday muomala qilamiz, do'stimizga qanday muomala qilamiz, dushmanimizga qanday muomala qilamiz, qo'shnimizga qanday muomala qilamiz, boshqa dindagilarga qanday muomala qilamiz. Islomga haqorat qilgan sana o'xshashlarga qanday muomala qilamiz. Buning hammasini islomda bizga ko'rsatib bergan. Mayli Qur'onda bo'lsin va hadisda bo'lsin. Biz İslam üçün her qandaq şekilde, her qandaq usulda elbette sen bilen görüşeleyimiz. Senin bu qadimki xalığının teklif bilen çaqırıp, İslam dini toğırlıq paranlaşqın bolsa, elbette başaq boludu. Eğer bizge işinemigen bolsan, yenandan işki adamla çaqarşan boludu. Yaki bizden giden işki çoğun berip, şu oturluq tutusu boludu. Biz sen bilen paranlaşalayımız. Paranlaş boğandan keyin, yani çıkıp, İslamga haqorat qiladigan, o biz uchun haqorat bu. Bizning dinimizda yolg'onga chiqarish, payg'ambarimizni mashhur qilish, bu biz uchun har qanday bir musulmon uchun bu haqorat bu. Haqoratingni to'xtatib, sen o'zingning dinini tunishdi bundan keyin. Tangriga ishonamsa, Uyg'ur tangrini demsa, o diningdagi shu da'vatgan tangrini on to'g'riliq isbotlab so'zla. Şu sizlarning tangringlarda ilm-fan to'g'riliq nima debdi? Ilmni bek cho'ng so'zilding hozir. Şu ilim to'g'riliq nima debdi sening tangring? Hozirgi davrga sening tangringning dinning moslashqa yeri qaysi? Bularni so'zla. Bu to'g'riliq kitobing bo'lsa, uni o'tirib chiqarib, uni so'zlasang bo'ladi. Dinni so'zlash erkinliging bor to'g'ri. Ama bizning dinimizga haqorat qilish erkinliging olmaydi. Mana shu ikkisining farqi bor. Şuna bu qıtımqı tamam teklifin bilen biz sen bilen görüşsek buludu. Adresini evet. Ama video dinkin yana sen adresini evet mi? Yani üzerinin bilginini qilib o yerde video işlep sözlep taqtıq qilib жүрsen, demek sen bir tordaki pitni qurdun başka narsa emas bo'lsa. O vaqtida Uyg'ur xalqimiz sana boş verdi. Bir saran kelle deymiz seni tugaydi bo'ldi.